Andijon jamoasi esa bu orada hujumga o'tmoqda. Chapdan ichkariga uzatma Toyirov tomonidan amalga oshirildi. Xavfli vaziyat. Yaxshi imkoniyat edi. Usmonaliyev ikkinchi golni urishi mumkin edi. Bugungi uchrashuvda yana bir urinish. Chiroyli zarba gol! Do'stlar, Usmonaliyev. Bosh bilan bo'lmasa, mana bunday shisha davrni albatta yo'llayman dedi va darvozani ishg'ol qilmoqda. Darvozaga tez holatda. Takroran ko'rish kerak. Meni nazarimda ijro bu yerda yuqori darajada bo'ldi. 3-2 do'stlar. O'yinmisan o'yin. Takroran ko'ramiz. Hammasi chap qanotdan boshlangandi. Toyirovdan uzatma. Mana bu yerda Usmonali yaxshi zarba yo'llay olmadi, ammo to'pni saqlab qolishdi. Otabek adashmasam, yerda ichkariga pas. Wow, qanday chiroyli. Bektemirdan yana bir assistmi? Yo'q, bu boshqa futbolchi. Mana bunday pas. Juda chiroyli. Ikkinchi gol Usmonali tomonidan.